Assalomu alaykum hurmatli Jasturuz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Bugun manzilimiz Andijon viloyati Sharg'on Qo'lomey Cho'ja bozori. Aka nech pul bo'ldi? Bir qator bozor narxlarini tanishtiramiz. Egalar ruxsat bizda telefon nomerini qoldiramiz. Arzimas mehnatimiz qo'llab qolgan holatda bir donadan like bosib iltimos qilamiz. Like bosib pulmega davom etish videoni ko'proq insonlar ko'rishi uchun kerak xolos. Va biz endi ko'rayotgan insonlarga ekrandagi podpisachilik do'st bechasiga obuna bo'lgan yozuv bor, o'shani bosib qo'ying. Shunda biz kirib borayotgan video sizlarga o'z SMS-larga borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Nech pul bo'ldi bu aka? ikkitasi 32. Jupi 32 bo'ldi. Jupiga 32 million so'm bo'libdi. Bu nech pul bo'ldi? 8 million 300 ming so'm 10 azimcha. Sanani aytib 23 sentyabr hurmatli akalar biz boshladik. Mana bu qancha udar ekan. Qashqa ekan. Hurmatli obunachilar, 3 oylik deyilyapti. Bu aka nech pul deyapsiz buni? Qanchaga? 17,5 million so'mga realni olindi. Bo'ylari bir atrofida. Ammo lekin dumbagacha sovuribdi-yu bu. 17,5 million so'mga. Baraka topib. Bular nech puldan? 15 ga 17 ga bor. Nech pulgacha savdo ko'rdi? Telefon nomer qoldirasizmi? Jupiga bermayapsiz. Hoy salom. Siz oldingizmi buni? Assalom opti. Jon. Oyshog'a, bitta rasmga olay fonga. Jonivor. 17 million so'm ketdi. Qancha ketdi? 17 ga ketdi. Hurmatli aka. Nech pul bo'ldi 10 azimcha? 8 million 200 ming so'mdan bu qachalar ekan-a? Bo'lari 90 plus. Xo'p, ketdik. Hurmatli obunachilar. Yana shved buqamiz. Juda ham zo'r holatda ekan. Bo'lari 1.15 plus. Aka bitta o'tib oling. Bu aka nech pulga bermadingiz? Oshton savdo qilyapti aka. Aka, nech pulga bermadingiz? 20,5 million so'm hozirgi savdosi. Bermayapsiz. O'z qancha deyapsiz? 23 kam bor ekan. Buqa yaxshi, zo'r buqa ekan-a? Bro. Sutdan to'daslar mana shunaqa bo'ladi. Buqalar akalar. Mana shunaqa udar bo'ladi. Ishqibozlari ana Hojibog'on yonida savdo qilyapti. Aka nomer bormi? 94lik. 873 273 0189. Ha bo'ladi. Ketdik. Ikkita o'zimizning joylari buqalar. O'zim aka. Aka yaxshimisiz? Alloh yaxshimisiz? Aka qanchadan deyapsiz? 17 million so'mdan kami bor. Juplar bo'lsa kelishtirib berasizmi? Odamlar nasıl o'tyapti? 17 million so'mdan kami. Oysoga videoga olyapman. Farqi yo'q. Xo'p, bo'ylari 1.5 plus. 1.5 plus. Yaxshi, makillari zo'r. Qanchaga bermadingiz? Hozirgisi 30 million. Hozirgisi 30 million so'm bo'lib turibdi buqalar ikkalasi. Yaxshi, zo'r buqachalar ekan. Hammaga nomer nechi? 91lik. 651 70. Rahmat. Alloh. Hozirga jupiga nech pulga bermadingiz? 25 millionga bermadingiz. Bo'ylari bir atrofida. Jupiga 25 million so'mga berishmadi mana shu buqachalarga. Akalar, ko'raverasizlar. Mana. Bozorda qizayotgan payti. Biri shved, biri o'zimizning joylari buqachalar. Mana. Hoyshoga nomer nechi? Qoldirmaysizmi? Ha, bo'ladi. Nomer qoldirmayman deyishdi. Bu yerda Qirg'izistondan o'tgan emas aka. Son nechi bosh? Ko'p ekanda. Hop, nech puldan boshlanadi, nech pulgacha bor hozir sizda? Bo'lgan savdolar qanchadan bo'ldi? 14 million tepadan savdo ko'ryapti hozir. Buqachalar. Akalar. Yaxshi, Qirg'iziston buqachalari. Hammalar karokalar bilan, oqalar bilan ko'ringlar, yosh buqalar. Oldingda joy bor, aka. Alcha qalaysan? Zo'r bor. Sizlarmi? Qanchasi? Aka nomer nechi? 91lik. 158 18 08 37. Ishqibozlar bo'lsa aloqasi qilasiz mana. Yosh buqalar ko'p ekan.
Xullas. Qaysi biri sotildi aka? Qaysi? Nech puldan? Jasurus. Jupi 32,5 million so'mga mana qizillar sotildi. Bu gibridmi ikkalasimi yo narigimi? Ha. Qizillar 32,5 million so'mga olinadi. Aka sizdan blogersiz aka. Biror narsa so'rasa bo'ladimi? Mayli. Vohaga nimalar bor? Boshimlar, nomerlari bor. Telegramdan qarang, yuk markazi deb qidirsangiz, Telegramda chiqadi. Qayerga borish kerak? Surxondaryoga ketishimiz kerak. Hop bo'ladi. Telegramdan oling. Qidiring. Yuk markazi. Yuk markazi. Yozing, markazi. Buzmasdanmi? O'zbekiston bo'yicha mashinalar nechta ekan? Kel. Oyoqni bosadi. Aynan bundaqalari kashanba kuni abitga qo'masa keladi. 40tasini yo'qsilajak. Chiqmayapti sizlar. Maydan payshanbaga keladi, juda kattaroq. Aka, Surxondaryoga oldingizmi kalasini? Yana sherigi ham bormi ularda? Buni nech pulga oldingiz? Aka, nimaga shu Anjonni olyapsiz? Arzonmi yoki? Qilamiz ustunda. Vohaga qaraganda arzonligi uchun kelib olyapsiz. Gap yo'q. Mana. Kimdan bu? Boqasizmi yo tirishlikmi? Videoga olsam bo'lamisiz ham? Mana akalarimiz Vohadan Surxondaryodan kelib, o'zimiz Anjondan. Hoy tog'a. Qaysi kanal bu? Jasuruz hoy tog'a. Hoy tog'a. Eshitmayapsiz. Voy tog'a. Quloq og'irroq. Video olyapman 1 minut. Surxondaryodan kelib buqalarni olishyapti aytganim, kamera o'rtada chiqib qoldingiz. Buqalar ko'rsatayotgandim. Jasuruzda? Jasuruz. Ha, YouTube. Bu nech pul bo'ldi voy aka? 16,5 ga bermayapsiz, gibrid. 16,5 million so'm. Xo'p, sementalga o'zimiz jaydarmi yoki cho'rni piyosira? Gibrid. Bermayapsiz. Aka nomer nechi? Ha, bo'lsa. Ammo ko'chadi baquvvat. Marhamat degan. Akam savdo qilyapti. Aka nomer bormi? Ayting. 88lik 724 99 11. Rahmat. Gibrid buqacha bo'yi 1 plus. Zo'r buqacha ekan. 16 million so'm savdo bo'lyapti ekan. Ketdi. Bizdan aytamiz. Hurmatli akalar, ketaveraylik. Yaxshi buqalar chiqadi. Voy aka nech bilan ketdi bular uchtasi birga? Ha, endi bo'lyapti. O'zim akam. Siz qanchadan deyapsiz? Savdosi nech pul bo'ldi? Hali bo'lgan yo'q. 14,5 dan keyin bor. Hop, bo'ladi 1 plus, uchalasi ham shu Qirg'iziston shved buqachalari. Yaxshi. Voy aka nomer nechi? 99lik 638 4131. 7-chi sog'ligi garantiyami? Ha, bemalol. Ketdik. Mana qator buqachalar bor. Optimga oladiganlarga ham 10 ta shunday tanlab oladigan joyga. Bir xil parlab qo'yishibdi o'zi. Xo'p, bo'ylari 1 plus. 1 plus. Aka nechta hammasi bo'lib? Qarang. Nech puldan nech pulgacha? 15 dan 12gacha baho aytilyapti. Bermaganlar nech pul bo'ldi endi? Oralatib. Ha? Ikkasi 25. Hop, narigilar eng arzon nech pul bo'ldi? Qancha? Keltirib qo'ydim. Ondan so'rashdi. Ana ikkalasini ondan so'rashdi. Bu o'zimiz joylari buqalarmi? Joylari buqachalar. Oylari necha oylik? Bilmaymiz. Olganmiz, sotamiz. Bu aka nomer qoldirasizmi? 88lik 161 8616. Rahmat. Ketdik. Hurmatli akalar. Ketyapmiz, ko'rsatyapmiz buqalarni. Yaxshi buqachalarni ko'rsatamiz. Zo'rlari bor. Assalomu alaykum. Aka,
Qanchadan? Jasuruz. Xo'p, nech pulni ola qoralar? Ola qoralar 12,5 qilyapti. Bo'lari 1 pilos. O 8 oylik bor, 7-8 oylik. 7-8 oylik 1 pilos. Hop. Bermagansiz nech pul? 12,5dan bermadi. 12,5 ikkalasini bermadingizmi? Bunisi 12 qilishdi mana. Yakkasiga buni 12 million. Hayır. Esso. Hop. Nomer bormi bu aka? Nomeri yo'q. Yo'qmi? Hop bo'ladi. Hop bo'ladi. Keting. Aka shu nech pul bo'ldi? 16. Bitta 100 manga qarating. Chiroyli oq tumshuq sariq quloq shvet ekan mana. Ko'chada zo'r ekan mashina ham. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Yozyapman qora tepa. Bu aka nech pulga bermadingiz? 14 ga yo'qmi? Ammo bu qacha udar ekan. Kuchli ekan bu qacha boru. Oyoqlari, tirsaklari baquvvat. Baquvvat. Bo'yi 1 pilos. Nomer bormi aka? Xo'p, nomer qoladi. Oshig'a targ'il. Mol ola olmasang targ'il ol deydimi? Buqa. Nech pul deyapsiz? 15 taka. Savdosi qancha bo'ldi? 13 oldi. 13,700 ga 13,600 ming so'm bo'ldi. Bo'ylari bir 10 ga yaqin. 10 ga yaqin. Yaxshi buqalar. Chiroyli. Hoji aka nomer 91 lik. Ayting. 128 13 10 14 13 14. Olaverasan. Maşallah ham yaxshi buqa ekan. Boshqa bola buqa ham bor, zo'r ekan. 14 ga bordi. Bu ham 14 ga bordim. Yaxshi buqa ekanda, bilinib turibdi. Rahmat, baraka toping. Ko'rishyapti. Hozir xaridorlar keldi. 16 ga kam bor deyapti. Yaxshi buqa ekanda, pulga yarasha. Hoppa. To'lalik. Mol pul so'rayapti. Qo'llushi. Yarimga qo'shib beraman dedi. Bu to'g'ri? Yo'q, yarimga qo'shasiz beraman. Endi men qo'shib beraman. Yarimga qo'shib beraman. 50 ming so'mga so'rab olaman tog'am. 13 ga o'tib beray tog'am. Aha, desa, o'zing tomonga ketdi. 13 ga o'tib bersa jin bo'lar. Mashinamdan chiqaradi. Opamniki. O'g'illari bular. Deganlarim bular. Bering yaqa. Tog'a 300 ming tashlab beraman. Ularni 7 ga oldim mana. Bor baraka. Nech pul bo'ldi hoji aka? Qanchaga ketdi? 12,600 ming so'm. Bu qachon sotildi? Bu 1,5 pilos. Yaxshi bu qacha. O'zimiz joylari bu qacha. Barakalar bo'lmoqda, savdolar yaxshi, xudo xolasa. Sal yoshroqlardan ko'rsataylik. Ha, deb kattasidan ko'rsataverasan deganlar uchun-da. Aka nech puldan bo'ldi bular? 27 jupiga kam bor. Savdosi qancha ko'rdi? Oxirgilar nech pulgacha bo'ldi? 25 million so'mgacha. 1 pilos ikkalasi ham. O'zimizning joylari bittasi shvet ekan. To'g'rimi aka? Shvetga chol bordi. Ha, yana savdo ketadi. Hoji tog'alarim bugun hoji tog'alarim trendda. Yaxshi bu qacha. Nech pul bo'lyapti? 13,300. Qarang. Oqsoqol otaxonlarimiz savdo qilyapti. Shu otaxonlar yoshiga biz ham yetaylik. Shunaqa yuraylik. Ojon nech pul berdingiz? Dediz 12,5 bo'lsa 100 ming so'm tashlab bering, shu odamga manziliga yetkazib olsin aka. Bering. Uyatib endi bu o'g'irlik qilyapti. Hamma yoq osmonda qilyapti. Qora kelsa, uyating desa to'g'ri. Boshqa. Ha, uyatadigan joy boshqa joy. Bering, ish bitsin. Oshig'a bering. Hali YouTube'da ko'ramiz sizlarni. 100 ming so'm.
Ozuvoy ko'ryapti. Qani katta ekranda qanaqa ko'rinasizlar aka. Ammo bu qacha ham yaxshi bu qacha ekan. Shu pulga yarasha. O'zi nech pulga beraman dedingiz? 17 deyapman kami bor. Bak 13 million 100 ming so'm. 400 ming so'm. Yaxshi. Endi 13,5 ga sotyapsiz. Ana yarim bo'ldi. O'sha siz salomatchiligingiz yaxshimi? Yaxshi. Oshxona savdo qilyapti. Nima bo'ladi? Siz cho'zildi savdo. 13,5 ga yurmadi xullas. Biz ketdik, ko'p turmaylik. Ketdi. Bu tarafda dehqonlar orasida aralash bo'ladi, bu tarafda optimchilar bo'ladi. Akalar, kommentar yozib qoldiring, optimchilardan ko'proq video bo'lsinmi yoki dehqonlardan bo'lsinmi? O'shani yozib qoldirsangiz, xudo xolasa, sizlar fikrlaringizni inobatga olgan holatda o'shanaqa videolar qilamiz. Biz ketdik. Yurmadimi Oysha og'a? Yuradi xudo xolasa. Oz qoldimi? Hozir beradi. Qachon qarang, mana ular kuchli buqa ular. Tar kashtanlar. Toying nech pulga oldingiz aka? 86. Voy malades, 86. To'y bolaga oldi aka. To'y bo'lagani zo'r olsa. Qani sizgami? Ashna qilingchi. Ana. Maydacha. Ha, burchar odam. Burchar odam esa odamlar sergakroq joyga o'tamiz. Hoji aka nech pulga ketdi bular? Hali sotilgani yo'q ekan. Hozirgisi 11 million savdo bo'lyapti ekan. Hozirgisi. Mana. Aka nech pulga bordi? 9,5 million so'mga bordi. Bu qancha? Bo'ylari 90 atrofida. 80 plyus 90 atrofida bo'yi. Sigiringizni bolasimi yo tirikchilikmi? Tirikchilikka. Mana bu qancha? Aka nech pul bo'ldi bu? 13 kami bor aka. 13 million so'm kam bor ekan, shu qachon. Ketdik. Navoy etamiz. Ana qarang. O sigir. Vahshiy zo'r ekan, u nechta bo'lsa ham olaverar ekanda. U nechta qo'yishingiz bunga? Ey maşallah. Yana bo'lsa olaveradi. Bozorda bo'zacha qanot siz olib kelaveringlar. Bu sotildimi yo sotiladimi? Qanchaga? 22 ga oladi. Sigir o'zi. Bola qo'shyapti. Bo'zga qo'shyapsiz. Nechta qo'shisiz hozirgacha? Bitta qo'shdi endi olamiz. Ammo sigir olar ekanda. Qarangda, mashina bor juda katta foyda qiladi. Yaxshi bo'zachalar bo'lsa, ha, mashinaga ha. Chiroyli bo'zacha o'zi 3 tasini agar bor, 3 oylik 4 oylik qilsa, bo'zachalar o'zi 15 tepasi 20 ga yaqin bo'lsa, mana bu bepulda, 4 oyda bepul qoladi. Hurmatli akalar, o'zim ham bo'zacha oldim, qarangda. Sigir bolasi bilan ekan, bitta bo'zacha qo'shgan ekan. 43 millionga bolasi bilan olingan. Bo'zacha qo'shdi, men 47 millionga ikkita bo'zachani oldim, 3 oyliklari. Sigir o'ziga 17 millionga qolib ketdi. Mashina katta sigir edi. Hozir bu 22 millionga olindi, hozir bezaylar. Maşallah. Ana akalar. Bu ham bir mo'jiza-da, boshqa bo'zachalar olyapti. Yemyapti. Mana bo'zachalar shu siri bo'ladi hammasi hozir. Maşallah, maşallah. Zo'r. Ketdik. Ko'p turmaymiz. Tez-tez avzor qilamiz, tez-tez qochamiz. O'sha gibrid. O 16-chi nech pul bo'ldi, aka? Nech pulga bordi aka bu? 10 millionga emas, savdosi-chi? 70 kunlik bo'ldi. O'g'ay. Gibridda. 70 kunlik bo'ldi, 10 million kam bor aka. 16. Bozor nech pul berdi? 85-86 pul berdi. 16. Bu aka nomer qoldirasizmi? Telefon nomer qoldirasizmi? 93lik. 93lik. 212 212 4023. 40. Onasi nima buni? Onasi bor, sotib ketgan. Katta sutli molmi? Yaxshi. 70 kunlik. Rahmat. Hozir bu narsa ketdi. Yoshroqlardan. O gibrid nima bu? 16-chi bu qachami? Qanchaga bermadingiz? Oxirgisi. Bermagansiz nech pul bo'ldi?
10 ga bermadingizmi? 10 millionga berilmabdi. Onasına kadar götürdük ha. Ya şuralı olan. Şivedi 16. Bu aka neç pul bo'ldi bu? 11,5 kam bor. Savdosichi? 100 ming kam 10 million so'rashyapti mana. Opa sotdingizmi? Nech pul ketdi? 10 million 800 ga. Baraka toping. Mana, iplari mana shu. YouTube'dan telefon qilishyaptimi? YouTube'dan telefon qilishyaptimi? Qilishyapti. Rahmat. 10 million 800 ga opamiz bozorda ana sotib turib, o'z orqaga ketib qolma. Ipni almashtirishyapti. Necha pul o'tdi? 10 million 800 ming so'm. Yaxshi bo'lajan ekan, oq tumshi, sariq quloq, chiroyli. Kimga shunaqa? Opa nomer nechi? 94. 375 71 55. Shunaqa zot yo'nalishida chiroyli shvedlar kerak bo'lsa, buqachasi ham o'rnatilsa bo'ladi bu opada. Telefon qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Yaxshi, buqalar o'rnatilsa. Chiqarib berasizmi bir yo'la? Chiqarib berasizmi bir yo'la? Ochib ketadi. Bitta ishlat. Bitta fongarasiga oling, 1 minut. Ha ketib qoldik. Shved ketib qoldi.